Tak, hammaga salom do'stlar. Bugungi video darsligimiz Amerika YouTube kanalini ochish bo'yicha bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar, hammasini yaxshiroq tushuntirishga harakat qilib boraman. Kanalga ketdik. Birinchi navbatda VPN yoqib olamiz Amerikaga. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarini tanlab olamiz. Yoqamiz. Mana VPN yoqildi, tepaga chiqyapti. VPN yoqilgan. Endi esa YouTube'ga kiramizdan. Bu yerdan X'ni bosamiz. Va boshmoqchi ochgandan keyin hisob yaratish bo'limiga kirib, ish yoki biznesim uchunni bosamiz. Bu yerga kanal nomini tanlaymiz. Masalan, OnlyN tanlaymiz. Keyingisini bosamiz. Bu yerga xohlagan yilingizni qo'shasizlar. Masalan, 2000 yilni qo'shaman. Jinsga erkakni bosib qo'yamiz. Bu yerdan shaxsiy email manzilni yaratishni bosib, masalan, OnlyN biz 12 yo'q. Bir Franki va keyingisi. Bu yerga parol qo'yamiz. Masalan, hozir masalan bank parol qo'yasizlar o'zlaringiz. Va keyingisi. Rakamimiz tayyor, saqlashni bosib, keyingisiga o'tamiz. Va bu yerda rozimani bosamiz. Tekshirilmoqda. Chiqib ketdik. Craft YouTube'ga. Va bu yerdan ochiq kanalimizga kirib olamiz. Keyin profilni ustiga bosib, bu yerdan nomni o'zgartirsa bo'ladi. Qidirish nomini men o'zgartirib o'tirmayman. Keyin bu yerga kanalni shu tepa chiqadigan nomni o'zgartirsa bo'ladi. Buni o'zingiz o'zgartirib olasizlar. Kanal yaratishni bosib qo'yamiz. Va kanalimiz tayyor. Endi Chrome kirib studio orqali davom etishni bosamiz.
pastda to'xtagan. Bu yerda rasm to'xtagan, shu rasmning ustiga bosamiz. Tepada burchakda va boshqa akkauntni almashtiramiz. Va boyaga taxlagan ochgan akkauntga kiramiz, akkauntimizga. Va studio orqali davom etishni bosamiz. Davom etish. Va pastda sozlamalar bo'lim boshligiga kiramiz. Bu yerda kanal bo'limiga o'tamiz. Joylashgan mamlakatni bosamiz. Bu yerdan birinchisi to'xtagan Amerika Qo'shma Shtatlarini bosamiz. Bu yerdan kalit jumla bo'lish kerak. Bu yerda endi o'zingiz tuzasiz bularni, masalan, Sprunki, Alien, dars shundoq ketadi. Kengaytirilgan sozlamalarga kiramiz bu yerdan. Yo'q, bu kanal bolalar uchun yaratilmagan. Shuni belgilab qo'yamiz. Bu yerda telefon raqami kirgiziladi. Bilan 91lik raqam bo'lsa, bilan bitta osonroq bo'ladi. Bu yerdan yuklash sozlamaga kirib, ikkinchi aytagiga o'tib, bu yoqdan video tilini tanlash bosib, masalan, hozir bu yerdan ham Amerika Qo'shma Shtatlarini bosamiz va ikkinchisini ham shunday qilamiz. Bu yerdan film va animatsiyani bosamiz. Va bo'ldi, bu yerda deyarli hech qanaqa ishimiz yo'q, faqat ana shu hamjamiyat moderatsiyasiga kirib ana shuni bosib qo'yamiz. Va bu yerdan videongizni tavsiyalaydigan nom kiritasiz va tomoshabinlar videongiz haqida yozasiz bu yerga. Va bo'ldi. Kanal tayyor. Bu yerdan valyuta tanlaysizlar. Va AQShda to'xtagan yaxshi. Buni teginmaysizlar. Va saqlash tugmasini bosasizlar. Va mana Amerika kanal tayyor. Xabar olishni bosib qo'yasizlar va bu yerga kanalga iloji boricha 2 bosqichli parol kirgizasizlar. Bu monetizatsiyani o'qishda bitta qulaylik yaratib beradi. Va mana Amerika kanalimiz tayyor. Mana bu yerdan 2 bosqich parol kirgizasizlar. 2 bosqich tekshiruvni sozlash, shuni bosib tekshirasizlar. Keyin bu yerdan hozir ikkinchi to'xtaganda bu yerdan banner, logotip, kanal tasdifi, bu yerda videongizni oxirida chiqadigan obuna bo'lish tugmasini, bu yerda havola kirgizsangiz bo'ladi. Hammasini kirgizib qo'yasizlar. Hozir menda bular yo'q. Shu jimni kirgizmayman. Sizlar kirgizib qo'yasizlar. Bu kanalingiz aktiv bo'lish va kanalingiz bir
chiroyiga ahamiyat beradi va kanalni ochish. Bu yerdan video qo'yib olasizlar. Va kanal tayyor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoda nima desam ekan? Keyingi videoda video yasashni shu yo'nalish bo'yicha shu kanalga, Amerika kanaliga video yasashni o'rgataman. Obuna bo'lib qo'ying kanalga. Hammaga rahmat.